Assalomu alaykum. Ismim Meliyev Nurbek. Oxirgi 15 yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida ta'lim-tarbiya maslahatchisi, o'qituvchi va dekan lavozimlarida ishlab kelganman. Shu tajribamdan kelib chiqqan holda biz bugun ko'p ota-onalar farzandini kasb tanlash bo'yicha qiladigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda eng ko'p uchraydigan xato bu avloddan avlodga kasbni singdirish. Bu nima degani? Ya'ni bizda qanaqa an'ana bor? Ya'ni otamizni otasi, ya'ni avlod bo'yicha qanaqadir bir aynan kasb egallagan bo'lsa, farzandimiz ham shu kasb egasi bo'lishi kerak. Misol uchun otasi shifokor bo'lgan, otasini otasi shifokor bo'lgan va hokazo. Biz xohlaymizki, farzandimiz ham shifokor bo'lishi. Bu juda yaxshi, to'g'ri. Ya'ni ota kasb egallash. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, farzandimizda boshqa kasbga bo'lgan talant deymizmi, shu boylik bo'ladi. Biz buni ko'rmaymizda, biz o'sha avlodimiz qanaqa bo'lgan bo'lsa, shunaqa narsani xohlaymiz va bu bir so'z bilan aytganda qarama-qarshilikka duch keladi. Ikkinchi bo'lgan xatoimiz ota-onalarni yoshligidan ko'p fanlar bo'yicha repetitorlikka qo'yish. 7-8 yoshda atrofida ham ingliz tili, ham xitoy tiliga beramiz. Ammo shu 14-15 yoshdan keyin, ya'ni o'smir bo'lgan payti, ulg'aygan payti biz ko'p bee'tiborsizlik qilamiz. Ya'ni yoshligida ko'p e'tiborli qilib, ko'p nagrutka qo'yapmiz, 14-15 yoshdan keyin biz bu narsadan yiroq bo'lamiz. Ya'ni kontrol, ya'ni nazorat kamayapti. Bu bir-biriga zid narsa bo'lib keladi. Uchinchi bo'lgan xatoyimiz bu shart-sharoit yaratib berish. Ya'ni biz ota-onalar shu narsani tan olishimiz kerakki, biz faqat estetik jihatdan qaraymiz hayotimizga. Ya'ni uyimiz qanaqa rangda bo'lishi kerak, remont, mebelimiz, masalan o'sha ishlatadigan idish-to'g'imiz, bagaymi deymiz va hokazo. Ammo nimagadir biz farzandimizga kichik bo'lsa ham bir kutubxona, ya'ni kitoblar bilan ta'minlash, material texnik baza yaratish. O'sha farzandimizni xohishdan kelib chiqqan holda. Misol uchun farzandimiz rasm chizishni ko'rar. Unga o'sha rassomchilik bo'yicha qalam, malber degan narsalarni masalan olib berish. Bu ham farzandimizni bo'lg'usi, kelajak kasbiga bo'lgan o'sha qiziqishni orttirishga olib keladi. To'rtinchi xato bu ota-onalarda uchraydigan fanatizm. Fanatizm deganda qanaqa tushunish mumkin? Ya'ni biror bir mashhur inson, sportchi, aktyor, oshpaz, shularga fanatizm. Ya'ni ota-ona shuni xohlaydiki, shu kasbda farzandi ham egallashini. Vaholanki farzandida boshqa talantni biz ko'rmaymiz. Ya'ni o'sha mashhur insondek ko'ramiz. O'shanda bo'lishini xohlaymiz. Bu juda ham katta xatolik hisoblanadi. 5-xatolik bu taqqoslash. Ya'ni yon qo'shni farzandi yoki sinfdoshi, o'rtog'i, kursdoshi bilan taqqoslash. Shunday holatlar bo'ladiki, ota-onalarning yaqin o'rtoqlari farzandlari aynan bir kasbni egallab, yaxshi yuqori cho'qqilarga chiqishadi va o'zlarining farzandlariga ham shuni sindirishadi. Falonchani qizi, falonchani o'g'li mana shunaqa kasb egalladi, mana shunaqa bo'ldi deb o'zlarining farzandlarini ham shu kasbda ko'rishadi. Vaholanki bundan oldin ham aytib o'tgandek, o'zimiz farzandimizda boshqa qobiliyat, boshqa mutaxassislikka bo'lgan qiziqishni biz ko'rmay qolamiz. Hurmatli ota-onalar, endi kanalimizda shu kabi videolarni ko'rib borishingiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmang.